İnsan ruh ve tendan ibaret iki narsadan tarkib topadi. Bizning badanimiz yemek içmek ve havoga ehtiyojli bo'lgandek, bizning ruhimizning o'zi ehtiyojli bo'lgan o'ziga loyiq g'izoga ehtiyoji bor, kasal bo'lganda davolanishga ehtiyoji bor. Agar biz tan sog'lomligimizga ahamiyat berib, ruhimizga sal qarasak, ruhimizning g'izosiga sal qarasak, bizning ruhimiz turli masalalarga duchor bo'ladi. Masalan, kunimizda yuz berayotgan tushkunlik, umidsizlik, oson ochiqlash, vasvasa, g'am, andisha qatorliq bu masalalarning hammasi bizning ruhimizda yuz bergan masalalar. Agar buningga sal qarasak, bu bir kasalga aylanishi mumkin. Amaliyotda bir odamda psixikalik masalalarning yuz berishi nihoyat normal bir hodisa. Chunki bizning badan sog'lomligimiz bir xil turmagandek, bizning ruhimizning sog'lomligimiz bir xil turmaydi. Uchragan musibatlar, anglagan xabarlar, boshqalar bilan bo'lgan muomaladagi ba'zi bir hodisalarga qarab turli masalalarga duchor bo'lib turadi. Hatto ruhimizning sog'lomligi badanimiz qaraganda ko'proq zaxmlanadi. Chunki biz inson bilan aralashib yashaymiz. Ular bilan aralash jarayonidagi ularning so'zlari, muomalalari bizning ruhimizga ta'sir ko'rsatadi. Shunga bir odamda psixik masalalarning bo'lishi va yoki ig'irlashganda bir kasalga aylanishi normal bir hodisa. Bizning dinimiz shuning uchun insonning ruhini birinchi o'ringa qo'ygan. Alloh taolo Qur'on Karimda qad aflaha man zakkaha, ruhini pok tutgan odam muvaffaqiyatga erishdi va qad xaba man dassaha, ruhini bulg'on odam noumid bo'ldi deydi. Ya'ni ruhini har xil kayf safo bilan va to'g'ri uzuq bilan uzuqlantirmagan bulg'on kishilar noumid bo'ladi, hayotni zirkish his qiladi, tushkunlikka mubtalo bo'ladi va ig'irlashganda bo'lsa o'zini o'ldirib oladi. Biz bu oyatning amaliy isbotini bugun kunimizda ko'ryapmiz. Bugun kunimizda har bir 40 sekundda bir odam o'zini o'ldirib oladi. Bularning ko'p qismi yoshlar. Nima uchun ular o'zini o'ldirib oladi? Chunki ular o'zining ruhini pok tutmagan, hayotdan umidsizlangan va undan boshqa turli psixik masalalar tufayli hayotdan zo'q ololmay va yoki nurg'unlagan besim tufayli besimga bardoshlik bera olmay o'zini o'ldirib oladi. Ruhimizni sog'lom uzuqlantirmaslikning va ruhimizni bulg'ashning natijasi mana bu. Shuning uchun bizning dinimiz eng avval bizning ruhimizga ahamiyat beradi. Undaqda insonning ruhining g'izosi nima? Insonning ruhi nima ishlar orqali bulg'anadi? Allah Taala insonni yaratib, dunyoda insonning badaniga kerakli bo'lgan turli narsalarning hammasini yaratgandek, bizning ruhimizga kerakli bo'lgan narsalarning hammasini yaratgan. U narsalarni biz ibodat deb ataymiz. Ya'ni Alloh Taala bizni buyurgan ibodatlar, Qur'on hadisda kelgan ko'rsatmalar, hatto Qur'onning o'zi, duo, zikr, bularning hammasi bizning ruhimizning uzuqi. Masalan, namoz bizning ruhimizning eng chong g'izosi. Biz ko'tarilmaydigan dardlarga duchor bo'lgan vaqtimizda namoz o'qib, Allohning oldida sajdaga yiqilish orqali u dardlarni yengillab qo'yamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Allohga ishongan kishilar, ularning qalbi Allohning zikri bilan orom topadi, rahatlanadi, xotirjam bo'ladi. Ana shu namoz Allohning eng buyuk zikri. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ruhiy jihatdan charchab qolganda, nurg'unlagan g'amlarga tushgan vaqtida Hazrati Bilalga "Ya Bilal, qum arihna bis salat." Ey Bilal, o'rningdan turib azan o'qi, namoz orqali bizni rahatlantirgin, ruhiy azobimizni yengillatgin, dard alamlarimizdan qutuldirgin deydi. Yani Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ruhi azaplarını özünün psixikasi duchor bo'lgan masalalarni namoz orqali hal qiladi. Chunki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bizga o'xshash inson. Biz jismoniy jihatda kasal bo'lganga o'xshash Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kasal bo'ladi. Biz ruhiy jihatda kasal bo'lganga o'xshash Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ruhiy jihatda turli masalalarga duchor bo'ladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam shu mushriklarning do'zaxda ko'ymaslik uchun, ularga yaxshi bo'lsin uchun, ularga da'vat qilsa, ularga islomni tunishtirsa, mushriklar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga jismoniy jihatda aziyat berganga o'xshash ruhiy jihatdami turli tuhmatlar bilan aziyat beradi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning yuragi siqilatdi. Bu vaqtda Alloh taolo Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga ruhini tangshash, psixikasini o'ngshash uchun yo'l ko'rsatib, tuvandagi oyatni nozil qiladi. Va laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Ularning degan gaplari tufayli yuragingning, qalbingning siqilayotganligini biz obdan bilamiz. Ya'ni ularning sana bergan aziyati tufayli ruhing va qalbing siqildi. Fasabbih bihamdi robbik va kun minas sajidin. Allohga tasbih et, hamd et va namoz o'quvchilardan bo'l. Ya'ni jamoat bilan namoz o'qi deydi. Yani Allah Taala bu oyatda namozning bizning ruhimizni yengillatadigan, bizning ruhiy azobdan, turli psixik masalalardan qutuldiradiganligini nihoyat ochiq o'tirib qo'ydi. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "Ya Bilal, arihna bis salat." Namoz orqali bizni rohatlantirib, bizning ruhiy azobimizni yengillat deb Hazrati Bilalga azan o'qishga buyurdi va namoz orqali ruhiy azoblarni yengillatdi. Xo'sh, undaqda bugungi kunda bir qism kishilar, hatto ko'p qism kishilar nima uchun namoz orqali ruhiy azoblarni yengillayolmaydi? Chunki biz Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ko'rsatgandek namoz o'qimadik. O'zi
Özümüzde namaz okudık deb o'yladik, lekin amaliyotda biz shakliy jihatda namoz o'qidik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir odamning noati tiz holda xushusiz namoz o'qiganligini ko'rib, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Bir qayta namoz o'qi. Chunki sen namoz o'qimading dedi. Amaliyotda u odam namoz o'qidi, lekin tiz xushusiz o'qidi. Ya'ni mohiyat bilan o'qimadi. Bu odamga Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Fa innaka lam tusalli." Sen namoz o'qimading dedi. U odam qayta berib yana o'xshash tiz namoz o'qidi. Rasululloh yana o'xshash gapni qildi. Bu odam 3 qatim namoz o'qigandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom u odamga tahorat elishdan boshlab qaytadan o'rgatdi va namozni xushu bilan o'qishni o'rgatdi. Demek bizni ruhiy azobdan qutuldiradigan, bizning ruhimizga uzuq bo'ladigan namoz bugun kunimizda biz o'qiyotgandek, jismimiz jaynimiz ustida, ammo ruhimiz bozorda, hal qilinmagan, yeshanmagan hisoblarimizning hammasini namoz turib yeshadigan bu xil holat o'qigan namoz emas. Bundaq namoz bizning bo'ynimizdagi majburiyatni ado qila olishi mumkin, ammo bizning ruhimizga uzuq bo'lmaydi. Aksicha bizning bu xil shaklda namoz o'qishimiz namozning ta'sirini kichiklatmoqchi bo'lgan, unumini kichiklatmoqchi bo'lgan kishilarga bahona bo'ladi. Qaranglar, namoz o'qiganlarmi ruhiy kasalga mubtalo bo'ladi. Namoz bir ibodat, uning psixikimizga ta'siri yo'q degan bu xato fikrni bozorga solib oladi. Amaliyotda biz namoz o'qidikmi? Rasulullohning so'zini aytgan vaqtimizda biz namoz o'qimadik. Namozdan boshqa duo, roza, haj va butun ibodatlar, Qur'onda kelgan ta'limotlar, ko'rsatmalar, hadisda kelgan ta'limotlar, ko'rsatmalarning hammasi bizning ruhimizga uzuq bo'ladigan tarafi bor. Masalan, bir musibatga uchragan vaqtimizda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga musibat berish orqali uni imtihon qiladi va u orqali qiyomatga darajasini yuqori ko'taradi. Shundaqla har bir musibatga qarta uning dunyodagi gunohi kechirim qilinadi degan bu hadisga haqiqiy shaklda ishongan, ya'ni Rasulullohni o'zining payg'ambari deb qaragan bir musulmon ruhiy jihatdan nihoyat yeniklash his qiladi. Musibatga sabr qilishni o'rganadi. Qalbida isyon qilmaydi. Chunki Alloh taolo meni yaxshi ko'radi-ku. Payg'ambarlarga ko'p musibat berganga o'xshash Alloh taolo menga ko'p musibat berdi. Bu oxiratga mening mukofotimga aylanadi deganga jazmat bilan ishonadi. Undan boshqa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizni turli ruhiy kasalliklarga mubtalo qilgan ishlardan to'sgan. Masalan, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sizlar dunyoda baslashib, o'zinglarning halok bo'lib ketishidan manzillardan ensirayma degan. Dunyoviy ishlarda baslashsak, bizning ruhimizga qanday ziyon elib keladi? Masalan, u mundaq mashina oldi, men undan yaxshiroq mashina olaman. U mundaq yashadi, men undan texim yaxshiroq yashashim kerak. Bu xil baslash ichida yashagan vaqtida inson davomli yuqoriga qaraydi. Agar u yuqori o'ringa erisholmasa, ruhiy jihatda qattiq tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Hatto o'zi orzu qilgandek bir hayotga erisholmasa, hayotdan zerikish his qiladi, noumid bo'ladi. Oxirida ig'irlashganda bo'lsa, o'zini o'ldirib olishi mumkin. Undan boshqa Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'z mabtullik, riyo, gumonxo'rlik, tushkunlik va umidsizlikka o'xshash ishlarni nurg'unlagan to'sqan hadislar. Demak, Qur'on va hadisning ko'rsatmalari bizning ibodatlarimiz, biz inkor qilg'usiz darajada bizning ruhiy ozuqimiz. Faqat musulmonlarning emas, insoniyatning ruhiy ozuqi. Agar ular Allohga ishonib, Rasulullohni haqiqiy payg'ambar deb tunisa, bu undan ularga ozuq bo'ladi. Shunga psixik kasbida o'qiyotgan musulmon yoshlar Yunon falsafalariga tayangan psixik kitoblardan boshqa Qur'on va hadis ko'z yugurtgan vaqtida Qur'on va hadisning bizning ruhimizni davolashda, ruhimizga ozuq bo'lishda qezilmagan kan ekanligini ko'rib yetadi. Aksicha bo'lganda, ya'ni bir odam Allohga bo'lgan iymondan yuz o'rganda, Allohning ta'limotlariga ishonmaganda, o'zi xohlagancha yashagan vaqtida bo'lsa, moddiy jihatda qancha bayashat yashagan bo'lsa-mu, ruhiy jihatda qurg'oqchilikqa qoladi. Qalbi bearom bo'ladi, qalbi arom topmaydi. O'zini xush qilish uchun turli kayf safoga beriladi. Buni ular ruhiy vaqtli xushal bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ruhiy bulg'unadi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda "Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Qandaq bir odam mening zikrimdan, ya'ni menga iymon etishdan, Qur'ondan, namozdan, hadisdan, ya'ni bütün islomning ta'limotlarini yuz o'riydi ekan, fa inna lahu ma'ishatan danka. Uning hayoti xotirjamsiz, tarliq ichida bo'ladi deydi. Bu yerdagi tarliq moddiy jihatda emas, ruhiy jihatda. Ya'ni moddiy jihatda qanchalik bayashat ichida yashasa-mu, uning qalbida bir xil tarliq bo'ladi, oromsizlik bo'ladi. Amaliyotda qarab boqadigan bo'lsak, dunyoda o'zini o'ltirib olish nisbati kambag'al bo'lsin, musulmon davlatlarda emas, bayashat bo'lsin-mu, dinsizlar ko'p urullashgan davlatlarda ko'p ekanligini ko'ramiz. Shuncha namrat bo'lsin-mu, urush bo'layotgan bo'lsin-mu, turli musibatlarga uchrayotgan bo'lsin-mu, nima uchun musulmon o'lkalarda bayashat davlatlar qolganda o'zini o'ltirish nisbati shuncha tuvan? Chunki ular ruhining ozuqini to'g'ri bo'lgan yerdan olgan. Ya'ni Allohga bo'lgan iymondan, islomdan, Qur'ondan, hadisdan olgan. Ya'ni insonni kim yaratgan bo'lsa, u insonning ruhiga nimaning foydali ekanligi, u insonning ruhining to'g'ri g'izosining nima ekanligini yana shu yaratgan zot Alloh biladi. Yaponiya, Koreya, Litvaniya va Amerikadagi davlatlarning taraqqiy qilgan bo'lishiga qaramay, ularning ichida o'zini o'ltirish nisbatining yuqori ekanligi bizga bir narsani deydi. U bo'lsa-mu, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bilinglarki, Allohning zikri bilan, Allohga bo'lgan iymon bilan, ibodat bilan, Alloh ko'rsatgan ishlar bilan, Rasululloh ko'rsatgan ishlar bilan qalblar arom topadi. Ruh sog'lom bo'ladi.
Ondaqda bir musulmon o'zida ko'rilgan psixik masalalarni hal qilish uchun psixik doktordan maslahat olsa bo'lmamdi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda ya ibadalloh tadavu. Ey Allohning bandalari, davolaninglar deydi. Bir odamning ruhiy masala ig'irlashgan vaqtida kasalga aylandi. Kasalga aylangan vaqtida xuddi jismoniy kasalni davolaganga o'xshash uni davolash kerak. Yuqorqi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hadisi, ya'ni davolaninglar degan bu buyruqi ruhiy jihatdagi kasallik bo'lsin yoki jismoniy jihatdagi kasallik bo'lsin, hammasini o'z ichiga oladi. Shuning uchun bir musulmon o'zidagi psixik masala yoki kasalni davolash uchun psixik doktorlardan maslahat olsa tamoman bo'ladi. Bunda hech qanday bir cheklama yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bir musulmonning yana bir musulmon qarindoshiga kulib tabassum bilan beqishining o'zi bir sadiqa, choyliq gap qilishi bir sadiqa deyishimi, amaliyotda bu birsimizning ruhiga ahamiyat berish, ularga psixik jihatda yordamda bo'lishni ko'rsatdi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tunji vahiy kelgan vaqtida, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom g'orning ichida tunji qatim Jibril alayhissalomni ko'rgan vaqtida nimish bo'lganligini bilolmay, Jibril alayhissalomni jinmido, menga jin chaplashib qolgani qo'pqanmido deb o'zini noit ansirgan, ruhiy jihatda noit buzilishga duchor bo'lgan va noit qo'rqib ketib uyga kirgan vaqtida Hazrat Xadija onamiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga: "Ey Muhammad, Alloh taolo sizlarni rasvo qilmaydi. Sizlar ojizga yordam beradi. Buningda bir cho'ng bir yaxshilik bor" deyish orqali Rasulullohga nisbatan bir psixik doktorning rolini o'ynagan. Shundaqla hayotining oxirigacha payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ruhiy jihatda sirtlardan eziyat yepirgan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ma'naviy jihatda yordamchi bo'lgan. Ya'ni uningga bir psixik doktorlik rolini o'ynagan. Psixik doktordan yordam olish, ularga ko'nish dal mushunga o'xshaydi. Shunga ruhimizni yaxshilashda insonlarning tajribasidan o'tgan bizning ruhimizga foydasi va bundaq gap so'zlar va yoki usullardan foydalansak tamoman bo'ladi. Hatto ba'zida zarur bo'ladi. Chunki inson ba'zida yo'liqqan voqea, hodisa va yoki ushtum tutgan musibat xabar orqali o'zini yo'qotib qo'ydi. Bu vaqtda uning yendi turib, o'zini tepilishga yordam beradigan mush sahada tajribaga ega birisiga muhtoj bo'ladi. Bu vaqtda ulardan yordam olish unga nisbatan bir zarur bo'ladi. Oxirida shu esimizda bo'lish kerakki, bizning, ya'ni butun insoniyatning ruhining sog'lom g'izasi Allohga bo'lgan iymon, to'g'ri bo'lgan e'tiqod. Undan boshqa namoz, roza, Qur'on tilovati, Qur'onda kelgan ko'rsatmalar, hadisda kelgan ko'rsatmalar, hadis cheklagan ko'rsatmalar, ya'ni islomning butun ta'limotlari bizning hayotdagi masalalarimizni hal qilib qolmay, u bizning ruhimizning ozuqi. Bizni vaqtli xo'sh qiladigan ishlar bizga vaqtli xushalik berishi mumkin, ammo bizning ruhimizning ozuqi va davosi bo'lolmaydi. Biz butunlay umidsizlikka patgan vaqtida Allohdan umid üzülmez degan bu so'zni anglagan vaqtimizda umidimizni qaytarib kelamiz. Eng qo'rqinchli paytlarda la tahzan innalloha ma'ana. G'am qilma, Alloh biz bilan birga degan bu oyat orqali qo'rqinchni yo'qota olamiz. Demak biz izlansak, ko'z yugursak bizning ruhimizning g'izosi, bizning dinimiz islom. Ya'ni bizning ruhiy sog'lomligimiz to'g'ri bo'lgan e'tiqodga, o'lchamli qilingan ibodatga va amal qilingan Qur'on va hadisning ko'rsatmalariga muhtoj.